Ya, kel o'g'lim, kakras o'rtog'ing keluvdi. Yaxshi-ku dada. Singlingga sovchilikka kelibdi. Voy iflos, qaysi yuz bilan kelding? Men seni qanaqaliging bilaman-ku. Men ham seni bilaman. Xohlasang dadangga aytaman. Menga qolsa bir tomondan singlingni g'ir beganaga bergandan ko'ra o'zingni o'rtog'ingga berganimiz ham yaxshi. Ishonchli. Nima deysan? Endi dada yoshingiz katta, kim qanaqaligini yuziga qarab bilib olasiz, to'g'rimi? Ha? Ha, o'rtog'ing zo'r bola. Ha, endi o'g'lim odat shunaqada bitta savollar bersam maylimi? Mayli, dadajon. Dadajon? Dadajon? Sen o'g'lim bo'lib turib biron marta dadajon demagansan, iflos. Tur jo'ra. Sen o'zingni dadangga ham hech qachon dadajon demagansan-ku, mol. Dadajon choy ichamiz? Eng asosiy savol. Ichasizmi? Erkakmiz, ichaman. Nima? A? Hasan ichaman. Qizingizni bir umrga baxtli qilishga. Baraka toping bola. Keling sizni bir bag'rimga bosib qo'ying. Bolam. Sigaretmi? Ha, hokkes. 100% sani sigareting bu. Topolmasinlar deb o'rtog'ingga berib qo'ygansan, ha? Boring qol. Mana shu o'rtog'ingizni bir urishib qo'ysangiz bo'lar ekanda, men hech tarbiya qila olmayman. Mayli dadajon, o'zim urishib yo'lga solib qo'yaman. Qaynakamni. Endi o'g'lim bo'ladigan ishi bo'lgani yaxshi-da, to'g'rimi? Cho'zib nima qiling? Qani bo'lmasa, To'xtang dada. Shoshilib nima qilamiz? Singlim o'zidan ham bir og'iz so'raylik. Singlim aqlli, yaxshilab o'ylab ko'rib, keyin qaror qabul qiladi, to'g'rimi? Ha, dadam nima desalar shu, meni qarshiligim yo'q. Yorulga kelin boshqa ibo bilan kelibdi.